Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidamiz. Usta Obidjon akani obyektiga kelganmiz. Bu yerga Turkmanistonda keramический 6,5 ga 6 sm, uzunligi 25 sm sopolg'ichlarda berganmiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Video davomida usta haqqi nechta pul, 1 kvadratiga nechta ketadi, mana toshdan sokul qilgan shularni materiali, usta haqqisi nechta pulligi to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Obid aka, bu Turkmanistonning g'ishlari 1 kvadratiga 50 tadan 54 tagacha ketyapti. Ketyapti. 1 kvadratini qanchadan uryapsizlar? 150 mingdan 210 minggacha urilyapti. 210 minggacha. U fasadiga qarab. Aziz do'stlar, bu g'ishlarning razmeri uzunligi 25 sm, balandligi 6,5 sm, eni 6 sm bo'ladi. Xo'p, mana bu dog'larni ko'ryapsizlar. Bu rastvorda suvni shimib olgan. Bu sekin-sekin qurib yo'qib ketadi, o'zining holatiga qaytadi. Hech qanaqa vahimaga hojat yo'q. Obidjon aka, bu bir kunda qancha kvadrat ura olasizlar? Ob'yom qanaqa? Har xil uriladi. Tekis devorlarga 8 kvadratgacha uriladi. Bir kunda 8 kvadrat atrofida. Katta ob'yomlar bo'lsa, brigadalar bor. Ha, bor. Pastga nomer qo'yamiz akalar. Pastdagi nomer orqali Obidjon akani topishingiz mumkin. Qo'liga ustalar. Hozir biz hozir bir 5-6 ta obyektga boramiz. Keyingi obyektlardan video davomida ko'ringlar. Albatta. Shoplarini qoraytirsa aka, ajrab chiqmaydimi? Taklif bermadingizmi egasiga? Chiqadi. Rang qo'shsangiz. Bo'ladi, rang qo'shsa ham. Video egasi xohlamadim. Bu xiraroq bo'lib qolyapti, qandaydir. Qishga tomib. Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Pastki devorga xom g'ish bo'lsa, farqi yo'q. Svyaska qilib, miq qoqib, simbaylab g'ish svyaska qilib ketaveradi. Har necha qatorda bo'ladi usta aka? 3 qatorda svyaska bo'lib ketadi. Uzunasiga sim tashaladimi? Yo'q. Yo'q, tashalmaydi. Rastvorga mana shuni baylab ketamiz. kiydirib qo'yiladi, teshigiga tiqib. Ko'rsatib qo'ying shuni. Nechalik miq? Miqini ham aytib qo'ying. 120 lik. 120 lik miqni qong'ushga qoqib, O'zbekiston. teshigiga tiqib qo'yapti simni. Har 3 qatorda. Sokolni ham o'zingizlar qilganmisizlar? Sokolni ham o'zimiz qilganmiz. Birinchi sokolni qilib olgansiz. Ha, sokol birinchi qilinadi. Vistib bo'lib qoladi, g'isht qo'ygan joy bo'ladi. Sokol ham milliycha chiqqan ekanda. Hozir angol. Tabiiyda. Hozir granit Angola Black deb chiqyapti. Angola Blackmi? Undan emas ekanda bular. Necha pul bo'lardi kvadrat? Materialni usta haqqisini ham aytib yuboring, obunachilarga qiziqda. 210 mingdanlarga tushib qoladi. 1 kvadrati materiali bilanmi? Materiallari bilan. Usta haqqi material. Usta haqqi materiallari bilan. 210 ming. O'zingizlar yopishtirasizlar? O'zimiz yopishtirib beramiz. Bu garantiya qancha turadi? Endi tashlab yubormaydimi? Yo'q. Muzlamasa tashlab olmaydi. Yomg'ir ustidan tushib. Ustidan yomg'ir tushib muzlaydi-yu qish kunga. Hozir ustidan tushmaydi bu yerga. Ustiga yonboshiga uradi, uni ziyoni yo'q. Yo'q, ziyoni yo'q. Orqasiga bemalol karchillarni yuvilaveradi keyin. Qishlarimiz ham xudo xolasa uy turguncha turaveradi. Qishlarda ham karchilda yuvsa bo'laveradi. Endi ko'cha yo'lni bo'yi bo'lsa, chang bo'lsa, karchilni urib tozalasa, g'ish yana ham ochilaveradi qancha urgan sari. Do'stlar, mana Maxigel ishlatishyapti ekan. Bu qo'yiq bo'ladi mana. Bu reklama emas, prosta yaxshi mahsulotni aytib o'tib ketish kerak. Rastvorda mayin qilib beradi. Keyin g'ishtni urganda sho'rini chiqarib yubormaydi. G'ish aytgan razmeriga kelaveradi. Hozir ip tortib uryapsizlarmi yo prut bilanmi? Prut, ip ikkovi ham. Necha prut? 0.8. 0.8 prutda. Shoflar 0.8 prutlar. Ha. Ha. Aziz do'stlar, ushbu Obidjon akani keyingi obyektga kelganmiz. Bu stil ham boshqacha urilgan. Mana arkalarga, derazaning chekkasidagi arkalarga e'tibor bering. Bu arkaning nomi nima deydi Obid aka? Shvedskiy arka deydi ekan. Obidjon aka usta mana shu yerda o'zi. Narx-navolarni aytib o'tdik. Narx-navolar o'sha narxda. Kvadratiga urishyapti. Qora bilan oq zo'r ajrayapti. Yana ham mana shopini qoraytirsa, yana ham g'ish xudo xolisa chiroyli chiqardi.
Hozir bunga qora qo'shgan ekan, ozroq qo'shgan ekan mana. Derazasini mokriy asfalt qilgan, shapkasini ham shunaqa qilgan. Endi bitta sokolini qora granit qilsa, uy вообще qurchadek bo'lib qoladi. Mahallada xudo xolasa bitta uy bo'ladi. Ko'rib ishiga baho bering. Doimgidek shu pastga nomer qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar, Obidjon akani mana keyingi navbatdagi obyekti. Bu ham Turkmanistonda, ma'lumingizda, va alaykum assalom. Keyin qizili urilgan, o'rtasiga Eronning avvalgi shaklidan urilgan. Shamotni. Ko'rib baho beringlar. Obid akani stili mana shu stil ekan mana. Endi bu belgi stilmi Obid aka? Bu yangisida. Yangisi. Yangi urib bitkazilgan ekan, hali mana sho'llari ham to'kilib ulgurmabdi. Mana mayllarini mahina qilib yuborgan ekan. Mayllarini turba shaklida qilib yuborgan ekan. Podokoniklarini ham mayda chiqarib turib, mayda kirgizib yuborgan ekan. Va bu yerga Turkmanistonda qizil g'ish urilgan. 6 sm eni. Balandligi 6,5, uzunligi 25 sm. Xo'p, bu yerga shuni kesib turib urgan mana. Mana shuni yarmi. Bu ham Turkmanning qizil g'ishlari, sopol keramika. Bu yuvgan sarilar ochilaveradi bu g'ishlar xohlasa. Nima kesib beradiganlar ham. Alaykum. Mana hozir uje kun Obidjon akani boshqa ishlari bor ekan va oxirgi obyekt ko'p ekan-u, shu obyekt hozir bizda oxirgi bo'lib turibdi. Obidjon aka mana shu ikkala qo'shninikini ham o'zingiz urgansiz. Bunisi Namangan fasad, Aha. Namangan ablisovka g'ish, bunisi Turkman ablisovka g'ish. Turkman ana figuralari Figuralari Eron. qaysi bir tavsiya qilgan bo'larsiz mijozlariga? Hozircha Turkmanniki standart, chiroyli kakabishni chiqyapti. Eronnikini ham maslahat beraman. Chiroyli. Demak, Turkmanniki zavodskoy razmer. Zavodskoy razmer, shaxlamaysiz, kesmaysiz. Sizga Bunda kesilishi ko'p bo'ladi. urgani qulay, Albatta. ish ham tez bo'ladi, vaqt olmaydi. Tez bo'ladi, standartligi chiroyli chiqadi. Bir xilda g'ishlar hammasi. Keyin ranglari ham bir-biri bilan ajraveradi, qizil bilan sariq. Ranglari bir xilda, xudo xolasa. Hozir qorasi ham chiqqan, bir proba qilib ko'rdingizmi? Sam Angoba degan. Turkmanistonniki. tekkizimi? Xuddi shuni qorasi. Tomon qizil turibdi, qizil tekkiz. Shuni usti qorasi. Endi bersanglar, popolni ko'p ko'ramiz. Showroomga borishingiz bor har xillari, xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa. Aziz do'stlar, katta assortimentda showroomimiz bor. Pastdagi nomeriga Telegram orqali yozsanglar, hamma assortimentda narxlari bilan kerak bo'lsa kvadratiga nechta ketadi tashab qo'yamiz. Keyin ustalar topishga qiynalsanglar, yaxshi ishonchli ustalar bor, xudo xolasa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.